Karmana tuman axborot kutubxona markazi axborot bibliografiya xizmati taqdim etadi. Eng sara badiiy asarlar to'plami rukni ostida nashr etilgan tojik yozuvchilari Gulsifat Shahidiy hamda Sattor Tursun qalamiga mansub Tufon asariga bibliografik sharh. Asar 2025-yil nashr etilgan bo'lib, 192 betdan iborat. Urf-odatlar va milliy qadriyatlar har bir millat ziynatidir. O'tmishdan qolgan an'analar go'yo ajdodlar va avlodlarni bog'lovchi muqaddas ma'naviy ipga o'xshaydi. Biroq ayrim eskilik sarqitlarini go'zal an'analarga qiyoslash xato sanaladi. Negaki bunday illatlar ravnaqiga emas, balki tanazzulga xizmat qiladi. Tojik eli yozuvchilari bo'lmish Gulsifat Shahidiy va Sattor Tursun qalamiga mansub asarlardan iborat bo'lgan mazkur to'plamni mutolaa etish jarayonida kitobxonlarimiz o'zlariga yaqin muhitni his etishlari shubhasiz. Negaki qo'shni xalq urf-odatlari va milliy qadriyatlari ko'p jihatdan biznikiga o'xshash.